ketyapman. Komil yerini hayda beri. Aqshda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Hayda ber yerimni deyapti. Juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zing kelaymi o'la. Poponam hozir kelaman. To'ch osharmanda qilma. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Ye. Ko'yag'im chiqib qoladi. Jon opa, mendan nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Ya qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ye, ko'zing go'laymi o'lgan? Basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga cho'rni maska qilib oldim. Bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. Biz o'zbeklar replarmiz. Rep bo'lmasak ham sheplarmiz. Opa yarim kechasi sut qatorda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im bo'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Jon opa, meni nimaga qo'rqitaryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desa to'xtamaysan. Xullas bitta o'rtog'im mashinada ketayotsa, orqadan nimadir tiqir-tiqir qilibdi-da. Yo'q. Shuni orqaga qarasa, oppoq nimadir turgani işte. Yo'q. Bolani yuragi yorilib, paq yorilib ketdi. Qo'rqitishma, vahimani uyasizlar. Bo'pti, men ana chakalayzordan ketaman, odamni yuragini tushir. Nima kerak? Qo'rqma. Orqadan nimadir tiqir-tiqir qilibdi-da. Orqaga shundoq qaragan ekan. Oppoq nimadir turgan ekan. Orqaga qaraverma. Mendan ketib sen qayerlarda yuribsan? Biz o'zbeklar replarmiz. Türkiyani jajvoramiz. Deb aytishni. Ko'chi. Zeytlaringning jilosidan ko'nglim qolar soching tolisidan